Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzuyimiz 7-mavzu bozor iqtisodiyotiga o'tish davri va uning O'zbekistondagi xususiyatlari degan mavzumiz bo'ladi. Biza bu mavzuni 5 ta reja asosida ko'rib chiqamiz. Birinchisi o'tish davrining mazmuni, bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'llari. Ikkinchisi O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tishning tamoyillari va xususiyatlari. Uchinchisi O'zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy yo'nalishlari. To'rtinchisi O'zbekistonda milliy taraqqiyot bosqichlarining mazmuni, vazifalari va ahamiyati. Va beshinchisi mamlakatda jadal isloh etish va modernizatsiyalashning mohiyati, tamoyillari va asosiy yo'nalishlari deb aytiladi. Endi bozor iqtisodiyotiga o'tish davri o'zi nima desak, bu ma'muriy buyruqbozlik tizimini bartaraf etish yoki tubdan o'zgartirish hamda bozor tizimining asoslarini shakllantirish jarayonlarini amalga oshiruvchi tarixiy davr hisoblanadi deb demak ta'rif beramiz ekan. Oddiy so'z bilan aytadigan bo'lsak, bozor iqtisodiyoti bu bozor prinsiplari asosida faoliyat yuritadigan iqtisodiy tizim hisoblanadi. Xo'p, jahon tajribasida bozor iqtisodiga o'tishni asosiy 4 yo'l ajratib ko'rsatiladi. Bu rivojlangan mamlakatlar yo'li, rivojlanayotgan mamlakatlar yo'li, sobiq sotsialistik mamlakatlar yo'li va a, sotsializm g'oyasini bozor iqtisodiyoti g'oyalari bilan birlashtirib bilgan yoki sotsializmni saqlab qolgan holatda bozor iqtisodiyotini vujudga keltirish mexanizmini qo'shib olgan mamlakatlar yo'li deb aytamiz. Bu 4-yo'nalishga demak Xitoy kiradi. Bozor iqtisodiga o'tishning bir qancha yo'llari bor. Shundan birinchisi bu revolyutsion yo'l hisoblanadi. Bunda jadal uslubda tub islohotlarni o'tkazish, avvalgi tizimni va tarkib topgan iqtisodiy munosabatlarni birdaniga va batamom sindirish talab etiladi yoki bo'lmasam karaxt qilib davolash usuli shokoviy terapiya deb aytiladi. Bu darslarni amalga oshirish uchun mamlakat aholisining juda katta qismi ziyoli bo'lishi kerak va a, yetarlicha boy yashaydigan mamlakat bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu tizimda revolyutsion tizimda o'tishga aholi qiynalib qoladi. Ikkinchi yo'l evolyutsion yo'l hisoblanadi. Bunda eski iqtisodiy munosabatlarni bosqichma-bosqich yangi bozor munosabatlariga aylantirib boriladi. Samarali bozor iqtisodiyotini shikastsiz vujudga keltiradi. Islohotlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, evolyutsion yo'l kamroq ijtimoiy larzalarga olib keladi, ancha izchil va murakkab hisoblanadi. Xo'p, ma'muriy buyruqbozlik tizimi ikkita ahamiyatli kamchilikka ega hisoblanadi. Birinchisi, uning moslashuvchan emasligi, ro'y berayotgan o'zgarishlarga juda sekinlik bilan moslashib borishi hisoblanadi. Ikkinchisi esa xo'jalik yuritish tashabbuskorligini yo'qotib borish oqibatida samaradorlikni o'ta darajada past ekanligini keltirib chiqaradi. Xo'p, ma'muriy buyruqbozlik tizimi o'zgarish mazkur tizim asosining o'zgarishini hamda uni sifat jihatdan farq qiluvchi bozor tizimiga almashtirishni anglatar ekan, bunday turdagi o'zgarishlarni tizimiy islohotlar deb atash maqsadga muvofiq bo'ladi. Aynan ma'muriy buyruqbozlik bo'ladigan bo'lsa. Endi o'tish davrida bozor iqtisodiyotini shakllantirishning asosiy yo'nalishlari 6 ta hisoblaymiz biza. Bularga kiradi iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiyotni monopoliyadan chiqarish va raqobat muhitini yaratish. Institutsional o'zgarishlar, tarkibiy o'zgarishlar, makroiqtisodiy asosan moliyaviy barqarorlashtirish, aholini ijtimoiy himoyalashning bozor xo'jaligiga mos bo'lgan tizimini shakllantirish. Iqtisodiyotni erkinlashtirishga nimalar kiradi desak, bunga xo'jalik faoliyatini amalga oshirishda davlat monopoliyasini bekor qilish, resurslarning markazlashgan holdagi taqsimotini tugatish, narxlarning asosan talab va taklif nisbati asosida shakllanishiga o'tish, ichki va tashqi bozorda tranzaksion bitimlar ustida davlat nazoratini pasaytirish hisoblanadi. Xo'p, iqtisodiyotni monopoliyadan chiqarish va raqobat muhitini yaratish yo'nalishi bo'yicha esa barcha iqtisodiy agentlarning ish faolligi uchun teng imkoniyat va sharoitlar yaratish yoki bo'lmasam oddiygina adolatlilik prinsipi, bozorga xorijiy raqobatchilarning ham kirishi uchun imkon berish, kichik biznes rivojlanishiga xalaqit beruvchi ma'muriy to'siqlarni olib tashlash, imtiyozli kreditlar berish orqali qo'llab-quvvatlash va tarmoqqa kirishdagi to'siqlarni pasaytirish va oxirgisi tabiiy monopoliyaning narx va mahsulot
sotish siyosatini tartibga solish va boshqalar hisoblanadi. Institutsional o'zgarishlarni biz asosan to'rttaga bo'lamiz. Bular mulkchilik munosabatlarini o'zgartirish, jumladan xususiy sektorni yaratish. Bozor infratuzilmasi, ya'ni bu yerda banklar, tovar va fond birjalari, investitsiya fondlari va hokazolarni shakllantirish. Bozor sharoitiga mos tushuvchi xo'jalik qonunchiligini qabul qilish va boshqa huquqiy me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqish. Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solishning yangi tizimini yaratish kiradi ekan bu tizimga demak. Endi tarkibiy o'zgarishlarni biza birinchi navbatda iqtisodiyot va uning alohida tarmoqlari tarkibida oldingi tizimdan qolgan nomutanosibliklarni yumshatish yoki bartaraf etishga yo'naltirilgan holda amalga oshiramiz. Iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini qayta ko'rishdan asosiy maqsad esa ichki va tashqi bozorda to'lovga qodir talabga ega bo'lgan mahsulot ishlab chiqishni rivojlantirishdan iborat hisoblanadi. Makroiqtisodiy asosan moliyaviy barqarorlashtirish nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, bunda pul emissiyasini cheklash, davlat budjeti taqchilligini kamaytirish, ijobiy foiz stavkasini ta'minlash va shu sohadagi boshqa demak islohotlar kirar ekan. Endi aholini ijtimoiy himoyalashning bozor xo'jaligiga mos bo'lgan tizimini shakllantirish ham bunda muhim hisoblanadi. Bu tizim aholining nisbatan muhtoj qatlamiga aniq ijtimoiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatish orqali demak amalga oshiriladi. O'zbekistonning demak bozor iqtisodiyotiga o'tishning tomonlari va xususiyatlari. Demak, shu yerda muhtaram birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovni gaplari bilan boshlamoqchiman. Bizning bozor munosabatlariga o'tish modelimiz respublikaning o'ziga xos sharoitlari va xususiyatlarini, an'analarini, urf-odatlar va turmush tarzini har tomonlama hisobga olishga, o'tishdagi iqtisodiyotni biryoqlama, beso'naqay rivojlanishning mudhish merosiga barham berishga asoslangan bo'lishi kerak yoki shunga asoslanadi deb aytadi. Xo'p, O'zbekistonda bozor munosabatlariga o'tishning 5 ta tamoyili bor. Buni hammamiz menimcha maktab davridan ham bilamiz. Bular iqtisodiyotni mafkuradan xoli qilish, uning ustunligini ta'minlash. Keyingisi o'tish davrining bosh islohotchisi aynan davlat bo'lishi. Uchinchisi, butun yangilanish va taraqqiyot jarayoni qonunlarga asoslanishi, qonunlar ustuvorligini ta'minlashi zarur. Va to'rtinchisi, bozor munosabatlariga o'tish bilan bir qatorda aholini ijtimoiy himoyalash sohasida kuchli chora-tadbirlarni amalga oshirish. Oxirgisi esa bozor iqtisodiyotiga bosqichma-bosqich o'tishni taqozo qiladi. Buni biza demak o'zbek modeli deb ham bilamiz. Xo'p, ma'muriy buyruqbozlik tizimidan boshqaruvning bozor tizimiga o'tish jarayonida tajridiy yondashuvi, yangi uy qurmasdan turib eskisini buzmang degan demak hayotiy tamoyilga tayangan holda islohotlarni izchil va bosqichma-bosqich amalga oshirish yo'lini O'zbekiston tanladi. Eng muhimi parokandalik va boshbodoqlik ta'siriga tushib qolmaslik uchun o'tish davrida aynan davlat bosh islohotchi sifatida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi zarurligini biz o'zimizga aniq qilib belgilab oldik deb demak birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov aytgan ekan. Bundan ham biz ko'rishimiz mumkinki O'zbekiston revolyutsion yo'l emas, aynan evolyutsion yoki bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyotiga o'tish yo'lini demak tanlagani va uni asosiy sabablari yoki bo'lmasam bizani xalqimizda mashhur bo'lgan o'sha maqol yangi uy qurmasdan turib eskisini buzmang degan demak tamoyil bilan tanlangan degan g'oyani ilgari suramiz. Xo'p, birinchi prezidentimizning asarlarida bozor iqtisodiyotiga o'tishning birinchi bosqichida asosiy 2 ta vazifa belgilab berilgan. Bularning birinchisi totalitarizm tizimini og'ir oqibatlarini yengish, tanglikka barham berish, iqtisodiyotni barqarorlashtirish. Ikkinchi qismda esa respublikaning o'ziga xos sharoitlari va xususiyatlarini hisobga olgan holda bozor munosabatlarining negizlarini shakllantirish hisoblanadi ekan. Endi shu vazifalarni hal qilish uchun birinchi bosqichda isloh qilishning asosiy 3 ta demak yo'nalishi aniqlab olinadi. Bular birinchisi o'tish jarayonining huquqiy asoslarini shakllantirish, islohotlarning
qonuniy huquqiy negizini mustahkamlash. Ikkinchisi, mahalliy sanoat, savdo, maishiy xizmat korxonalari, uy-joy fondini xususiylashtirish. Qishloq xo'jaligida va xalq xo'jaligining boshqa sohalarida mulkchilikning yangi shaklarini vujudga keltirish. Va uchinchisi, ishlab chiqarishning pasayib borishiga barham berish, moliyaviy ahvolning barqarorlashuvini ta'minlash kiradi. Xo'p, ikkinchi bosqichda esa investitsiya faoliyatini kuchaytirish, chuqur tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish va uning negizida iqtisodiy o'sishni ta'minlab, bozor munosabatlarini to'liq joriy qilish maqsad qilib qo'yilgan. Shu maqsaddan kelib chiqib, mazkur bosqichda amalga oshirilishi lozim bo'lgan, demak, bir qator vazifalar belgilab olingan. Bularga davlat mulklarni xususiylashtirish sohasida boshlangan ishni oxiriga yetkazish, ishlab chiqarishning pasayishiga barham berish va makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, milliy valyuta so'mni yanada mustahkamlash, iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishini tubdan o'zgartirish, xomashyo yetkazib berishdan tayyor mahsulot ishlab chiqishga o'tish hisoblanadi. Xo'p, O'zbekistonda bozor islohotlarini amalga oshirish va uning asosiy yo'nalishlari, demak, asosan 6 ta sohani biz ajratamiz. Bunda mulkiy munosabatlar, agrar islohotlar, moliya kredit va narx-navo islohotlari, boshqarish tizimini isloh qilish va bozor infratuzilmasini yaratish, tashqi iqtisodiy aloqalar islohoti va ijtimoiy islohotlar hisoblanadi. Respublikada bozor infratuzilmasini yaratishda bir qator yo'nalishlar bor. Bundan birinchi yo'nalish bo'yicha tovar xomashyo birjasini rivojlantirish. Bu o'z navbatida brokerlik va dilerlik idoralari, savdo uylari, vositachi firmalar paydo bo'lishiga olib keladi. Ikkinchidan, kapital bozorining ishini ta'minlaydigan tuzilmalar vujudga keltiriladi. Kredit resurslari bozori va valyuta bozori vujudga keltiriladi hamda davlatga qarashli bo'lmagan sug'urta kompaniyalari tuziladi. Va uchinchi yo'nalish ishchi kuchi bozorini shakllantirishdan iborat bo'ladi. Bu sohada 240 dan ortiq mehnat birjasini o'z ichiga oluvchi katta tarmoq tuziladi. Ya'ni bugungi kunda biza bandlikka ko'maklashish vazirligi va bandlik markazlari yoki mono markazlarni bunga aytsak bo'ladi natijasidir. Xo'p, respublika aholisining ijtimoiy himoyalash chora-tadbirlari ham o'z navbatida yana 3 ta asosiy yo'nalishda olib borilgan. Birinchisi, narxlar erkinlashishi va pulning qadrsizlanish darajasi ortib borishi munosabati bilan daromadlarning eng kam va o'rtacha darajasini muntazam oshirib borish. Respublikaning ichki iste'mol bozorini himoya qilish hamda oziq-ovqat mahsulotlari va sanoat mollari asosiy turlari iste'molni muayyan darajada saqlab turish. Va uchinchi yo'nalish islohotlarning dastlabki bosqichda aholining kam ta'minlangan tabaqalarini ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlashdan, demak, iborat hisoblanadi. Endi to'rtinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, O'zbekistonda milliy taraqqiyot bosqichlarining mazmuni, vazifasi va ahamiyatlari hisoblanadi. Demak, bozor iqtisodiyotiga o'tishning o'zbek modelida, ya'ni bosqichma-bosqich o'tish tamoyillarining real hayotdagi ahamiyati shundan iborat bo'ladiki, uni amaliyotda qo'llasak biz, birinchidan, o'tish davri muammolarini hal qilishda mamlakatimizning imkoniyati va xalqimizning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ularning yangi yuzaga kelgan shart-sharoitlarga moslashib borish orqali islohotlarni izchillik bilan amalga oshirishga erishamiz. Ikkinchisida, o'tish davrida davlat va boshqaruv tizimini mamlakatda amalga oshirayotgan islohotlar xalqimizning dunyoqarashi va ijtimoiy hayotida sodir bo'ladigan o'zgarishlarga mos ravishda uni demokratik asosda, demak, shakllantirishga erishamiz. Bosqichma-bosqich tamoyillarning qo'llanilishi mamlakatimizda boshqa bir qator mamlakatlar o'z boshidan kechirgan ichki sotsial ziddiyatlarning kuchayib ketishining oldini olamiz va oxirgisi, mamlakatda mavjud bo'lgan muammolar kompleksi ichidan birinchi navbatda hal qilinishi zarur bo'lgan asosiylarni belgilab olish, ularni hal qilish uchun barcha kuchlarni yo'naltirish imkoniyatiga, demak, ega bo'lamiz ekan. Xo'p, milliy taraqqiyotimizning dastlabki bosqichlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirish orqali erishilgan natijalar quyidagilardan iborat bo'ladi. Ma'muriy buyruqbozlik tizimiga barham berildi, milliy davlatchilikni shakllantirish huquqiy asoslari yaratilgan, qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati tarmoqlari tashkil etildi, ijtimoiy va fuqarolik institutlari faoliyati yo'lga qo'yildi, iqtisodiyotni erkin bozor munosabatlariga o'tkazish jarayoni amalga oshirilishi boshlandi, aholining ong va tafakkurida tub o'zgarishlar, demak, ro'y berishi boshlandi deb
hisoblaymiz. Milliy taraqqiyotimizning keyingi mantiqiy bosqich uchun muhim bo'ladigan vazifalarimiz esa siyosiy va iqtisodiy hayot, davlat va jamiyat qurilishining barcha jabhalarida yanada demokratlashish va erkinlashishni maqsad qilganmiz. Mustaqil sud tuzumini yanada mustahkamlash, fuqarolar siyosiy va iqtisodiy faolligini oshirish, fuqarolarning jamiyat asoslarini shakllantirish, inson huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish vazifalari qo'yilgan. Ya'ni bular bajarilyapti va kelajakda ham bajariladi, ya'ni doimiy davom etadigan jarayon hisoblanadi. Va oxirgi 5-chi rejamizga o'tadigan bo'lsak, mamlakatni jadal isloh etish va modernizatsiyalashning mohiyati, tamoyillari va asosiy yo'nalishlari deb nomlangan rejamiz hisoblanadi. Demak, modernizatsiya o'zi nima desak, an'anaviy jamiyatning ilg'or industrial jihatdan taraqqiy etgan jamiyatga aylanishi yoki bo'lmasam ijtimoiy tarixiy mavjud tizimni a, yangi darajaga yoki bo'lmasam yangilanishga olib chiqadigan nima hisoblanadi, jarayon hisoblanadi. Klassik sotsiologiyada mazkur atamaga a, Durkheim tomonidan ijtimoiy mehnat taqsimotini amalga oshiruvchi ijtimoiy tabaqalanish jarayoni sifatida baho beriladi. Weber esa modernizatsiyani ratsionallashtirish jarayoni sifatida tavsiflab, u orqali xo'jalik subyektlari o'z faoliyatlarini iqtisodiy samarasini eng yuqori darajaga oshirishga intiladilar deb ta'rif beradilar. Xo'p, modernizatsiya jarayoni doirasida odatda quyidagi o'zgarishlar ro'y beradi. Birinchisi, ijtimoiy munosabatlar butun tizimning takomillashuvi va turmush tarzining o'zgarishi, ixtiloflarning tartibga soluvchi hamda ijtimoiy muammolarni hal etuvchi yangi tartib va mexanizmlarning paydo bo'lishiga, alohida individlarning ongliligi va mustaqilligining oshishiga, iqtisodiyot sohasida tovar va pul munosabatlarining eng yuqori darajada yoyilishi, yangi ilg'or texnologiyalarning paydo bo'lishi, boshqaruvchilar va yollanma xodimlarning kasbiy ixtisoslashuvining yuqori darajaga yetishiga hamda ijtimoiy munosabatlarning o'zgarishi, immobil tabaqalashgan jamiyatdan dinamik, yuqori ijtimoiy harakatchanlik va ijtimoiy raqobatga asoslangan jamiyatga o'tilishiga, demak, erishiladi ekan. Xo'p, modernizatsiya jarayonining tavsiflari qatorida, shuningdek, uning quyidagi tomonlarini ham ajratib ko'rsatish kerak. Bular uning majmuaviyligi, ya'ni jamiyatning hayotining barcha sohalarini qamrab olishi, uning tizimliligi, ya'ni jamiyat hayoti har qanday tarkibiy qismi yoki yaxlit sohaning o'zgarishi boshqalarning o'zgarishiga olib kelishi, uning global tavsifi, u dastlab bir necha ilg'or mamlakatlarda boshlanib, keyinchalik butun dunyoga, demak, yoyilgan. Davomiylik tavsifiga keladigan bo'lsak, modernizatsiya qisqa davrda ro'y bermaydi, balki u bosqichlarga bo'linib, bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Tabaqalashganlik tavsifiga keladigan bo'lsak, modernizatsiya turli mamlakatlarda turlicha ro'y berib, u yoki bu holda milliy, madaniy va axloqiy an'analarga, demak, tayanadi ekan. Xo'p, davlat qurilishi va boshqa boshqaruv sohalarida, demak, biza tanlab olgan bir qancha ustuvor yo'nalishlar mavjud hisoblanadi. Bulardan birinchisi, mamlakatda ijro hokimiyati rolini oshirish, ayni paytda uning vakolatlari va huquqlarini kengaytirish orqali hukumatning mas'uliyatini yanada oshirish hisoblanadi. Ikkinchisi, mamlakatning oliy qonunchilik organi, ikki palatali parlamentni shakllantirish va uchinchisi, hokimiyatning asosiy bo'g'ini va davlat tayanchi bo'lgan o'zini o'zi boshqarish organlari, mahalla qo'mitalari, qishloq fuqarolar yig'inlariga keng imkoniyatlar berish orqali ularning vakolatlarini oshirish va faoliyatini hamda rolini kuchaytirish hisoblanadi. Va oxirgisi, mamlakat istiqboli bilan bog'liq bo'lgan hamda davlat ahamiyatiga doir muhim qarorlar qabul qilishda ayni paytda faoliyat ko'rsatayotgan siyosiy partiyalar va fuqarolik institutlarning roli, ishtiroki hamda ta'sirini tubdan kuchaytirish kiradi ekan. Xo'p, sud huquq tizimini islohotini biza, ya'ni ikkita
yo'nalishda rivojlantirishga harakat qilamiz. Birinchisi, sud huquq tizimini isloh qilish va liberallashtirishni davom ettirgan holda uning faoliyatini demokratik tamoyillar asosida yanada takomillashtirib borish va ikkinchidan, prokuratura tizimining ayrim huquq va vakolatlarini sudlarga o'tkazilishini ta'minlash hisoblanadi. Ommaviy axborot rollarini oshirishda biz yana to'rtta asosiy yo'nalish bo'yicha faoliyat olib boramiz. Bunda ommaviy axborot vositalarini tizimini yanada rivojlantirish, matbuot, radio, televideniye faoliyatini yanada liberallashtirish, ularning mustaqil faoliyat yuritishlari va erkinligini amalga oshirishni ta'minlash, ommaviy axborot vositalarining nodavlat shakllari yaxlit tizimini yaratish, ularning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlashga hamda tezkor axborotlarni olish va xalqqa yetkazish masalalarida erkinlikni oshirish va oxirgisi, jamiyatda ommaviy axborot vositalarini erkinlashtirish orqali fuqarolar sog'lom fikrlari va g'oyalarini ayta oladigan erkin so'z, erkin fikr minbariga aylantirish va shunga erishish hisoblanadi ekan. Xo'p, tashqi siyosat sohasida bir qancha yana vazifalarimiz bor. Bular mintaqada tinchlik va barqarorlikni saqlash, global muammolarni bir-biriga aylangan xalqaro terrorizmga qarshi kurashishni yanada kuchaytirish, diniy ekstremizm va narkoagressiyaga qarshi keskin kurash olib borish, boshqa mamlakatlar bilan tashqi integratsiya jarayonlarini yanada rivojlantirish, Markaziy Osiyodagi umumiy bozorni shakllantirishga alohida ahamiyat berish va jahonning yirik, nufuzli xalqaro moliya va iqtisodiy tuzilmalari hamda tashkilotlari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish va boshqalar kiradi. Xo'p, iqtisodiyot sohasida demak oxirgi yo'nalishlarimizdan hisoblangan mamlakatga amalga oshirilayotgan bozor islohotlarini yanada chuqurlashtirish, iqtisodiyotning turli sohalarini erkinlashtirish, bozor iqtisodiyoti sharoitida hozirgacha o'tmishdan meros sifatida saqlanib qolayotgan ma'muriy taqsimot tizimini mezonlarini butunlay voz kechish, xususiy sektorning yanada rivojlanishini ta'minlash, davlat tuzilmalarining xususiy tadbirkorlik faoliyatiga aralashuvini yanada ko'proq cheklash, kichik biznes va fermerliklarni rivojlantirishga e'tibor qaratish, xususiy tadbirkorlik va kichik biznes bilan shug'ullanuvchi faoliyat ko'rsatuvchilarning eng katta uchun keng imkoniyatlar yaratilishi hamda ularni rag'batlantirib borish tashkil etish, soliq tizimini yanada takomillashtirish, soliqqa tortish borasida qo'shimcha imtiyozlar va preferensiyalarni berilishiga urg'u berish hisoblanadi ekan. Demak, bugungi asosiy darsimiz bozor iqtisodiga O'zbekiston qanday o'tdi degan savolga javob beradi. Mana shu har bir soha bo'yicha va sohadagi har bir yo'nalishlar bo'yicha faoliyat olib borish natijasida biz bosqichma-bosqich bozor iqtisodiyot tizimiga o'tganimizni demak umumiy ko'rib chiqdik. Shu bilan bugungi mavzuimiz tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog', salomat bo'ling.